Assalamu alaykum kichik do'stlar. Bugungi hikoya cho'chak aytish saytiga xush keldinglar. Bugungi sizlarga o'qib beradigan cho'chakning ismi Padişahning toji. Burun bir Aral davlatida ikki qo'shni o'tgan ekan. Ularning biri nihoyat hasratxo'r bo'lib, hamma yaxshilik ma'lum bo'lsa deb o'ylaydi ekan. Yana biri keng qo'rsoq kishi ekan. Hamma odamni o'ziga o'xshash yaxshi ko'rdi ekan. Hasratxo'rning xeyli ko'p mol dunyosi bo'lsa-mu, lekin u doim kimlargadir dard to'kib yuriydi ekan. Onun qo'shnisi Namrat bo'lsa-mu, qanoatchan, tirishchan, ishchan ekan. Bir kuni kambag'al kishining ayoli eriga: "Siz qo'shni orollarga berib baqsangiz, balkim bizning rizq yo'limiz ochilib qolsa emas" debdi. Eri ayolning so'ziga qo'shilibdi, lekin uning kiyimichiga topshirgudek puli yo'q ekan. Ayoli uningga uzundan beri uyda ishlatmay e'tiborlab saqlab kelayotgan chiroyli naqshlar o'yilgan bir gullik qochini berib, "Bu setib yo'l kirasi qiling" debdi. Biroq uning qochisini setib olgan birma odam chiqmabdi. U bir besib, ikki besib portga yaqinlab qolganda bir kemining yiroq bir orolga mengishga tamshilayotganligini ko'rib, kemichiga: "Men sizning kemingizni ishlab bersam, meni kemingizga haqsiz chiqarib olasizmi?" debdi. Kemichi ma'qul bo'libdi. Kema oxiri ko'zlagan nishonga yetib kelibdi. U kemadan tushib orolni aylanishga boshlabdi. U mengib nihoyat ko'rkam bir imoratning oldiga kelib qopdi. U bir to'p odamning o'rniga kirib ketayotganligini ko'rib, ularga ergashib mengibdi. Aslida mushu orol podshohining o'rdisi bo'lib, Helqi kishilar padişahni ziyorat qilib kelganlar ekan. Ular padişahga har xil sovg'alarni taqdim qilibdi. Navbat Helqi kambag'al musofirga kelganda, padişah uning qarab: "Siz nima olib keldingiz?" deb so'rabdi. Kambag'al kishi nima deyishini bilolmay kegashlab qilib, darhol ayol bergan Helqi gullik qochini padişahga sunibdi. U ko'ngilda: "Padişah menga toza achchiqlangan bo'ldi. U chuqur meni o'rtadan quvlab chiqardi" deb o'ylab, jiddiylashib ketibdi. Lekin padişah chiroyli naqshlar bilan o'ralgan qochini ko'rib, bu balkim qadimgi podshohlarning tojisi bo'lsa kerak deb o'ylab qopti va sovg'atdan to'lma mamnun bo'lib, uningga ko'plab inom beribdi. Shunda qilib kambag'al kishi o'z yurtiga xushal-xuram holda qaytibdi. U podshoh bergan pul bilan tijorat qilishga boshlabdi. Tijoratimo zo'roq tepib, turmushmo kundan kuniga yaxshilanibdi. Helqi hasratxo'r qo'shnisiga kelsak, u kambag'al qo'shnisining qisqa vaqt ichida bayashab turmushga erishganligini ko'rolmay, hasratxo'rligi texmi kuchayib, umu qo'shnisi borgan orolga berib, podshohning inomiga erishishni ko'ngliga bukibdi. Hasratxo'r podshohga munosib sovg'atlarni tayyorlashga kirishibdi va tijorat qilish uchun bir qism mollarni tayyorlabdi. Tayyorliklar bitgandan keyin u katta inom, zo'r boylik tamasida Helqi orolga safarga otlanibdi. U so'g' salomlarni elib, o'ziga ishongan holda shoh o'rdisiga kelib kelibdi. Podshoh uni qizg'in qarshilabdi. U o'zining qimmat baholiq sovg'atlarini podshohga taqdim qildi. Podshoh uningdan xursand bo'lib, uni bir qancha kun o'rdada turishga taklif qildi. Ular xo'shlashadigan chog'da podshoh uningga: "Ey yaxshi niyatli kishi, siz menga shuncha esil so'g' salomlarni elib kelibsiz. Men buningdan to'liq xushalman. Shunglashqa men sizga o'zim eng yaxshi ko'rgan narsani sovg'a qilay" debdi-da, beshidagi tojini uning beribdi. Bu toj aslida uningga kambag'al qo'shnisi podshoh hadya qilgan Helqi gullik qochi ekan. Hasratxo'r podshoh o'rdisidan nima deyishini bilolmay nihoyat parishon holda qaytib chiqibdi. Uning yuragidagi hasad o'tlari texmi kuchayibdi. U o'z-o'ziga: "Men kemdagi mollarim bilan bu ziynimni to'ldirib olayman" deb tasalli beribdi. Biroq necha kundan keyin kemaga o'g'ri kirib, uning kemisini qup-quruq qilib qo'yganligini nadim bilsin. Shunda qilib hasratxo'r niyatining yomonligidan ichi hasrat to'lgan holda qo'shnisining qochisini elib, davlatiga qaytib kelibdi.
Dostlar, Hikaye Çöçek Eğitici saatimiz bugün şu yerdə axırlaşdı. Kırk saatlik hikaye çöçek saatimiz görüşeli.